2022-yilda ishlab chiqarilgan Honji HS5 avtomobili 2 litrli turbina motor bilan jihozlangan avtomobil. Mashinaning kraskalari top-toza ekan. Endi haydashga o'zi tayyor qildirib qo'ygan ekanlar mashinani. Xo'p, vaqtida shu mashinalarni $45,000 dan olib haydashgan. Juda ham yaxshi, nadejniy avtomobillardan bittasi. Juda ham shustri, motor ham 2 litrli turbina motor. Hadochasini yaqinda qildirib qo'ygan ekanlar. 4 ta balon taqilgan ekan mashinaga, sezonning zo'r balonlardan taqib qo'yganlar. Xedab 360 kameralar bor, beskilchoy do'stlari bor, panorama lyukli. Salonlari ham juda ham chiroyli ishlangan. Alcantara koja kombinatsiyali, multirul, monitor, klimat kontrol, hamma navorotlari bor. Abduf, Abagrev, mana полный наворот. Shtorka, panorama lyukli. Mashinaga propan gaz ham ustunovka qildirgan ekanlar. 95,000 km masofani bosib o'tgan ekan. Hech qanaqa kam ko'st xarajati hozirgi kunda yo'q ekan. Bemalol ko'rib tekshirib olsanglar bo'ladi. O'zi kuzuplari ham zo'r turibdi. Bemalol ko'rib ko'rsatib, tushunmasanglar tekshirib olsanglar bo'ladi. Olib maza qilib haydashingiz uchun 17,500 ga berib yuboramiz bosinglar.